Qiziq savol. Siz o'zingiz sochingizni har kuni yuvasizmi va qanday shampunda yuvasiz? Aynan mana shunaqa shampundan foydalanasizmi? Chunki sochingizni sog'lomligi shunda ko'rinib turibdi. 굉장히 좋은 질문인데요. Men avvalambor sochimni yuvayotganimda iloji boricha tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan shampunlardan foydalanishga harakat qilaman. Hech qanday ximikatlar bo'lmagan shampunlarni juda ham qidirib topib, o'shalarni ishlatishga harakat qilaman. Har qanday mashhur brend bo'lsa ham men tabiiy mahsulotni tanlayman. Chunki tabiiy mahsulotlardan, ya'ni tabiatdan olingan shampunni foydalansam, meni sochim shunda yana ham mustahkamroq bo'ladi. Men o'z aslida sochimni ko'proq yuvaman. Aslida har kuni yuvishim bu tabiiy holat. Bu borada juda ham qiziqishlarim ko'p. Chunki men o'zim soch stillariga qattiq qiziqaman. Shu orasida men bu shampunni sizlarga tavsiya qilaman. Bu men ko'rgan shampunlar orasida haqiqiy tabiiy mahsulotlardan, tabiatdan olingan, o'simliklardan tayyorlangan shampunlar orasida eng yaxshisi va men shu kungacha faqatgina shu shampundan foydalanib yuvib kelaman va bir kunda sochimni bir marta yuvaman. Lekin ba'zida agarda meni qandaydir intervyular model bo'lib rasmga tushadigan holatim, studiyalarga boradigan holatim bo'lib qolsa, 2 marta, 3 marta yuvish holatim ham bo'lib qoladi. 한다면 그때 많이 하고 있습니다.